Assalomu alaykum azizlar. Kechagi qo'ygan aprosimizda 4 ta fasonni ichidan mana shu fason birinchi o'rinni olgan ekan. Ko'pchilik aynan mana shu fasonga ovoz bergan. Shuning uchun bugun video darslikda mana shu fasonni asos andoza bilan modellashtirib bichib ko'rsatdim. Fasonimizni modellashtirish uchun 46-razmerda asos andoza va yeng andozasini tayyorlab oldim. İşni oldi andozani modellashtirishdan boshlaymiz. Eng oldin yoqa o'yindisini yetarli shaklda ochib olishimiz kerak. Bizda har doim andoza chizilganda andozani yoqasi bo'yinni quchib turadigan qilib chiziladi. Keyinchalik yoqasini xohlagan shaklda va xohlagan kenglikda ochib olish uchun. Bizning fasonimizning yoqasi unchalik ham pastga ochilmagan. Hozir andozamizda yon tarafga 6,5, pastga 7,5 ochilgan. Men yana 3 sm qo'shaman pastga yoqa ochilishini. Yonga ham ochilgan. Mana bu nuqtadan bu sepchka taqiladigan joy, o'sha joyga to'g'ri keladi. 2 sm siljitib yoqasini ochaman. Yoqani shaklini chizib olaman. Yelkasiga e'tibor beramiz. Bizning ko'ylagimiz yelkada turgani yo'q. Yelkadan biroz ichkariroqda turibdi yelkasi. Bundan ham 2 sm ni taxminan 2 sm bo'lsa yetadi. Olib tashlayman yelkasidan. Qo'ltiqni ichkariga kirgan joyiga tegmaymiz, faqat tepa qismidan 2 sm ni olib tashlashimiz kerak. Pastki tarafga umuman tegilmaydi. Endi biz kaketkasini andozadan ajratib olishimiz kerak. Kaketkasiga e'tibor beramiz. Taxminan ko'krakning uchidan 3-5 sm cha pastga tushilgan. Hozir men 3 sm belgilayman. 46-razmer uchun 3 sm ko'krakning uchidan pastga tushsak yetadi. Endi kaketkamizning shaklini chizib olamiz. Fasonimizga e'tibor bersak, beldan ham biroz pastga tushgandi. Mana bu bel chizig'i, mana shu joyda beldan ham biroz pastga tushgandi. Kaketkani shaklini har kim o'zining xohishidan kelib chiqib qilsa ham bo'ladi. Beldan 7 sm cha pastga tushdi meniki. Fasonimizni kaketka va qopiga ajratiladigan chiziqni chiroyli chizish kerak. Modellashtirgan paytda chiziqlaringiz qanchalik chiroyli bo'lsa, tikadigan ko'ylagingiz ham shunchalik chiroyli chiqadi. Chizib oldim. Menimcha rasmdagiga o'xshadi. Endi bizda ko'krak vichkasi bor. Mana shu vichkani yon tarafga ko'chirib, vichka tiksak ham bo'ladi. Agar vichkani tikishni xohlamasangiz, vichkani haqqini chiqazib olishimiz kerak. Bizni modellashtirayotgan fasonimizda ham vichka tikilmagan, shuning uchun ko'krak vichkani haqqini mana bu chiziqdan chiqazib yuborishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun hozir andozamni ikkita qismga ajratib olaman va ko'krak vichkasini yopaman. Endi
ko'krak vichkasini yopishimiz kerak. Bizni modelimiz ko'krakni uchidan sal pastroqda turgani uchun qog'ozimiz biroz ishib qoldi ko'krak vichkasini yopganimizda. Shuning uchun pastga to'g'ri chiziq chizib ozgina kesib olamiz. Endi ahamiyat beramiz. Bizda ko'krak vichkani haqqi kaketkasi va qopini orasidan chiqib ketdi. Agar vichkani haqqini mana shunday chiqazib yormasak, mana bu joyida, qopini ulangan joyida zborka bor bo'lsa ham zalomlar paydo bo'lib, osilib turardi, xunuk ko'rinardi. Shuning uchun har doim kaketkali ko'ylak tiksangiz, har qanaqa kaketka bo'lishidan qat'iy nazar, ko'krak vichkani haqqini kaketka va qopini orasidan chiqazib tashlash kerak. Bizning qopimiz zborkali edi. Zborkaga ochish uchun to'g'ri chiziqlar chizib chiqamiz. Buni kesib ochganimda adashib ketmasligim uchun andoza qopimni raqamlab chiqaman. O'rtadagi bel vichkaga ahamiyat bermaymiz. Bel vichkasi tikilmaydi. 1 2 3 4 5 Bularni kesib mato ustiga qo'ygan paytda orasini ochib chiqaman zborkaga yig'ish uchun. Hozir buni olib qo'yib turamiz. Orqa andozani modellashtirishimiz kerak. Rasmda ko'ylakning orqasi ko'rinmagan, orqasi trapetsiya bo'lsa ham bo'ladi. Menimcha orqasi trapetsiya bo'lsa kerak. Yoqasini 2 cm yon tarafga ochgandim oldida, orqasida ham 2 cm yon tarafga ochamiz. Pastga xohlasangiz 1 cm ochsangiz bo'ladi. Yelkasidan 2 cm olib tashlagandik. Bundan ham 2 cm olib tashlaymiz. Endi orqasini trapetsiyaga modellashtirishim kerak. Ko'pchilik bel vichkasidan ochib modellashtirib qo'ya qoladi. Lekin o'zim har doim trapetsiya modellashtirsam bel vichkasidan ochmayman. Kenglik berish uchun ikkita chiziq chizaman. Shunda trapetsiya fasonli skladkalar bitta joyga yig'ilib qolmaydi-da, hamma joyda chiroyli to'kilib turadi. Andozani belini 3 ta bo'lakka ajratib olaman. Oldin bel chizig'ini chizib qo'yamiz. Endi 3 ta bo'lakka ajratib olishim kerak. Chiziq bo'ylab kesib chiqaman. Andozamni o'zib olmayman. Chiziq oxiriga yetganda 1 cm qoldiraman. Buni ham olib qo'yib turamiz. Endi yengimiz bilan ishlaymiz. Yengida akat qismida ham, bilak qismida ham zborkalar bor edi. Men andozamni yelkasidan 2 cm olib tashladim-ku. Endi o'sha olingan 2 cm ni yengni akatiga qo'shib berishimiz kerak. 2 cm ko'taraman akat qismidan va yengimni biroz uzaytirib olaman. Shunda zborkalari ham
chiroyli tushadi. Endi yengiga ham zborka tushishi uchun yengni ham kesib chiqishimiz kerak bo'ladi. Meni chiziqlarim biroz tekis chiqmadi. Sizlar tekis chiziq chizib zborkaga ochishingiz kerak bo'ladi. Raqamlab qo'yaman. 1 2 3 4 5 6 7. Yeng andozamni o'zini kesmay turgandim, akat qismini tushuntirish uchun. Hozir yeng andozamni kesib olaman. Endi andozalarimizni mato ustiga joylashtiramiz. Buklovga oldi andozamizni joylashtiramiz, matoni kromkali tarafiga orqa andozamizni joylashtiramiz. Eng oldin ko'ylagimizni bo'y uzunligini topib olishimiz kerak. Bo'y uzunligi masalan 100 cm bo'ladigan bo'lsa, men har doim ko'ylak bichsam bo'y uzunligiga 5 cm zapas qo'shib olaman. Demak, 105 ni belgilab olaman. 105. Belgilab olgan joyimga orqa andozamni joylashtiraman. Joylashtirganda yelkadan emas, bo'yin chizig'idan joylashtiraman. Meni chizig'imdan yelkasi biroz tepaga chiqdi. Bo'yin chizig'idan joylashtiramiz. Endi kenglik uchun kesib olgan andozalarimizni biroz ochamiz. Qirqimlarning orasini teng miqdorda ochishimiz kerak. Etak kengligi 45 cm. Belgilab olamiz. Andozamni bostirib chizib olaman. Bel chiqazmaymiz. Belga urg'u bermasdan qo'ltiqdan boshlab kengaytirib chizamiz. Endi e'tibor beramiz. Bu buksa chizig'i agar etagi bo'lganda ham mana shunday biroz avval shaklga kelgan bo'lardi. Ya'ni bu tarafidan 4 cm olib tashlasak bo'ladi. Etagi osilmasligi uchun. Mana orqa bo'lagimni chizib oldim. Endi oldi andozamni chizishim kerak. Orqasini etagi 45 cm bo'ldi. Oldini ham 45 yoki 50 qilsak ham bo'ladi. 45 cm ni belgilab chizib olaman. Mana shu joyga keladi. Orqasi bilan orasida chok haqi qolishi kerak. Endi bo'y uzunligini belgilab olamiz. Bo'y uzunligi 105 cm edi. 105 ni belgilab olaman. Mana bunda 105 cm ni belgilab oldim. Endi belgilagan joyimizga bo'yini to'g'ri chiqarish uchun oldin orqa andozamizni belini qo'yib bel uzunligini belgilab olishim kerak. Nimaga aynan orqa andozani? Sababi oldida ko'krak bor. Asos andozada har doim old tarafi orqadan balandroq chiqadi. Ko'krakni hisobiga. Endi bo'yini to'g'ri belgilash uchun bu 105 cm belgilab olgan joyimga orqa andozamni qo'yib turamanda uni belini belgilab olaman. Mana bo'yin chizig'iga 105 cm ni qo'ydim. Mana shu yerda orqasini beli joylashgan. Mana shu yerda joylashgan. Bo'ldi. Belini belgilab oldim. Endi buni keragi yo'q. Beli belgilagan joyga oldi andozamni belini moslab qo'yib olaman.
Menda mana shu joyda oldini beli joylashgan. Bel chizig'ini bitta liniyaga qo'yib oldim. Endi qaraymiz. Meni 105 qilib belgilab olganim mana shu joyda edi. Andozam esa oldi andozam mana bu chiziqdan ancha tashqariga chiqdi. Bu balans hisoblanadi. Balanslarini to'g'rilamasak, ko'ylagimiz orqaga tortadigan bo'ladi. Meni har hafta bitta fasonni modellashtirib ko'rsatishimning sababi ham sizlarga asos andozani yaxshiroq tushuntirish, asos andoza bilan ishlashni o'rgatishdan iborat. Buni orasida chok haqi bo'lishi kerak-ku. Buni tepaga ko'taramiz biroz. Mana chok haqi qolishi kerak. Buni kesib ochganimizda bu yana ham ko'proq ochiladi bu tarafga. Demak, buni biroz ko'taramiz yuqoriga. Bel chizig'iga mana buni qo'yamiz. Mana buni bel chizig'iga. Mana shunday bo'ladi adashmasam. Endi qopini kesamiz. Muhimi mana belini bitta liniyaga qo'yib oldim. Endi qopini kesib chiqaman. Chiziqlar bo'ylab kesamiz. Mana qopini orasini ochib chiqdim. Zborka uchun oraliqlarini bir xilda ochasiz. Men ikkita chiziqni bir qilib kesdim, maydalashmaslik uchun. Va buni boshqatdan terganimda raqamlab qo'ygandim, shunga e'tibor berib terdim va mana bel chizig'ini bitta chiziqqa qo'yib terib chiqdim. Buni chizib olamiz endi. Bel chiqazmasdan kengaytirib olamiz. Men kengligiga 45 cm qo'ygandim. 45 kamlik qilar ekan. 50 cm qo'yganimiz ma'qul. Bu frezlinku, shuning uchun orqasiga o'tkazib chizib bordim. Chunki 45 cm kamlik qildi zborkaga ochganimda. Men buni kesib tutmoqchi emasman, shuning uchun mana orqasini ustidan o'tkazib chizib bordim. Tushundingiz deb o'ylayman. Muhimi sizlarga bichib ko'rsatsam bo'ldi. Endi orasiga chok haqini tashab, oldi bo'lagini tepasini qo'yib olamizda, buni bostirib chizib olamiz. Beliga urg'u bermaymizda, qo'ltiqdan boshlab kengaytirib chizamiz. Yengimizni ham oralarini kesib zborkaga ochib joylab chiqamiz. Meni chiziqlarim yengini chizgan paytimda biroz qiyshiq bo'lib qolganda, sizlar tekis chiziq chizasizlar. Mana akat chizig'im bir tekisda joylashtirildi. Akat chizig'ini chizib olgan bo'lishingiz kerak. Yengiga joylashtirganda oson bo'ladi. Mana bir tekisda joylashdi. Endi buni ham bostirib chizib olaman. Shunchaki ko'chirib chizib olamiz. Buni yig'ishtirsak, tepasiga ham, bilagiga ham zborka yig'iladigan yeng paydo bo'ldi. Endi andozalarimizni
hamma joyidan 1 santimetr chok haqi qoldirgan holda kesib olamiz. Faqat yoqa o'yindisidangina qoldirmaymiz, qo'ltiq o'yindidan ham yelkadan 1 santimetr qoldirib kesib olsak bo'ladi.